Xo'p, okelar 3850 dollar Lacetti narxi. Shu mashinalar 2 oy ichida ham 4,5 ming sotilgan. 2009-yil YouTube kuzatuvchilarimiz uchun maxsus bo'lyapti. Oldidan ko'rsanglar ham bo'ladi. Mashina o'ta go'zal. Balon holatlari. Men kadrga yaqin qilib olib kelyapman. Gentra bakovoylar qilib qo'yilgan. Shuni o'zi ham adashmasam 100 dollar turadi. Salondan ko'ringlar. Salon plastikli zo'r turibdi. PS monitor, yaxshi chexollar, luklari bor. Patolog polni alkantara qilingan. Gazi ham bor. 2009-3-pesa Lacetti 500 ming kilometrga yaqin masofani bosib o'tgan. Optra stopda to'qib qo'yilgan. Olib maza qilib minsa bo'ladigan mashina. Olib maza qilib haydashinglar uchun 3850 dollar baholandi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta video ostida egalar nomerlari bo'ladi. Telefon qilib baraka qilib olsangiz bo'ladi. Podpiska bosib kuzatib turinglar akalar. Chunki arzon mashina juda ham ko'p qo'yamiz. O'zingizlar xohlagan mashina arzonga chiqish ehtimoli juda ham katta.